Hop, hammaga assalomu alaykum akalar. Avvalambor Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Qurbonlik qilgan akalarni qurbonligi qabul bo'lsin. Unda biz sizlar bilan hozir 3-9 anonimda keladigan barcha skinlarni emas, hozircha bizga taqdim qilingan skinlarni ko'rib o'tamiz akalar. Video boshlanishidan oldin like bosib o'tiring akalar va albatta kanalga obuna ham bo'lib qo'ying. Xo'p akalar, bu bizga ma'lum bir rangga chiqqanda taqdim etiladigan yangi skinlar akalar. Bu esa biz 3 sezon ketma-ket Almas, Corona va Aska chiqqanda beriladigan mifik va hoverboard akalar. Hop, 3-9 обновление transformerlar bilan hamkorlikda bo'lib o'tadi va sport karlar ham transformerlarni sport karlari bo'ladi akalar. 3-9 обновлениеda bizaga yangi 3 ta достижение missiyalari ham qo'shilar ekan akalar. 3-9 обновлениеda AVM ga yangi kolleksiya bo'limi qo'shilar ekan akalar. Bu esa 3-9 обновлениеning eventini tepadan ko'rinishi akalar. Hozircha beta versiyaga ega emasman. Beta versiyani topganimda albatta hamma yo'g'ini ko'rib chiqib, bitta video qilib yana YouTube'ga joylayman akalar. Bu esa A14 Royal Pass'da keladigan Scarlga upgrade skin va uni kilchati. Ma'lumotlarga ko'ra, keyingi обновлениеning bonus passida M249 va qaydga upgrade skin kelar ekan. Keyingi sezonda DSR va AUK'ga upgrade skin keladi, ultimate'larga qo'shilib keladi albatta. Ultimate'lar bilan qo'shilib keladigan AUK va DSR'ni kelchatlari akalar. Bu esa keyingi sezonda qo'shiladigan X kostyum akalar. X kostyum bilan birgalikda AVM ga upgrade skin qo'shiladi akalar. X kostyum bilan birgalikda qo'shiladigan AVM ni ko'rinishi akalar. Keyingi sezonda ma'lumotlarga ko'ra mumiyalar qaytargan va ular bilan birga yangi mumiya ham qo'shilgan va yangi mumiya bilan birga Uziga upgrade skin ham qo'shiladi akalar. Bu esa akalar yangi mumiya, qanaqadir led mumiya akalar. Meni fikrimcha bu mumiya lavali mumiyadan ancha yaxshiroq. Bu mumiya bilan qo'shiladigan Uzi akalar, mumiya o'zi lednik, lekin mana bu Uzi esa qanaqadir lava, nima bilmayman. Ma'lumotlarga ko'ra, keyingi sezonda granata otadigan orужиеga upgrade skin qo'shishar ekan. Qanaqa rolikda qo'shilishi noma'lum akalar. Video qisqacha shulardan iborat edi akalar. Like bosish, kommentariy yozish esdan chiqmasin va obuna ham bo'lib qo'yinglar akalar. Telegram kanaliga ham qo'shilib qo'yinglar. Telegram kanalda men yangi obnovleniya haqida anonlar qilib boraman. Ma'lumotlarni va agar aktiv kuchaysa, yusili lobbilar ham bo'ladi akalar. Videoni ko'rganlaringiz uchun rahmat akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.